Ukajon, iltimos sal sekinroq gapiring. Uyimda oilam bor, qo'ni qo'shni degandek. Men mahallada baqirchaqa. Kunduzi stroykada ishlab, kechasi qorovulchilik qilyapman. Yig'ib bera olmaganimdan mana uyimni sotuvga qo'ydim. O'sha uyimni sotishim bilan beraman, jon ukajon. Menga qara, qancha sabr qilish kerak? Kechgacha muhlat. Bo'lmasa ustingdan 1-2 qilib yuboraman. Yo'q, uka, unaqa qilmang. Bugun uyim kechgacha nech pulga ko'tarsa sotib pulingizni qilib beraman. Kechqurungacha vaqt. Bo'lmasa tug'asan. Uyni sotyaptimi? Yo'q. Hech kim sotyapti ekan. 55 mingga kelib naqd deb turibdi. Beravering aka. Voy uka, bu 55 ming yerda narxi ham bo'lmayapti-yu. O'zingiz birinchi kelganingizda 90 ming, 100 minggacha sotsangiz bo'ladi. 2 ming, 3 ming chiqarib berasiz dedingiz. To'g'ri aka, boshida shunaqa deganman. Ko'rib tursiz, birovdan beri sota olmayapmiz. 55 mingga naqd turibdi aka. Bera qoling. Yo'q, 55 mingga ber deyapsiz. U qarzimni bersam 2 xonali kvartiraga ham ko'cha olmayman. 3 ta bolam bilan qanaqa qilib sig'aman, qayerga boraman? Qo'shni gapingiz bo'ldimi? 55 mingga sotib, nechta foyda qilyapsan? Qarachi uy sotilmaydi. Nima deganing? Sen kimsan savdoga aralashasan? Menmi? Shu uyda yangi egasimi? Bir mo'min musulmonni boshiga musibat kelsa, arzonga olib, qimmatga sotib foyda qilasan-da. Sandaqa insofsizlar ko'payib ketdi. Bu uyni men sotib olaman, surbatdan. Meni bu uyga bir oy vaqtim ketdi. Oladigan bo'lsang 3% haqqimni ber. Uni oldi surbatdan. Qo'shni hali eshitib qoldim, baqir chaqirdi. Nima uyni sotmoqchisiz o'zi? Xabaringiz bormi yo'qmi? Sherikchilikka bir ish boshladim. Bankrotga uchraganimizga sherigim chet elga qochib ketib qoldi, bo'ynimga qolib ketdi. Shunga uyga to'polon qilib kelyapti. Majburligimdan uyni sotuvga qo'ydim-da. Ha, yo'q. O'zi hamma ayb menda qo'shni. Yon qo'shni bo'lib turib sizdan xabar olmadim. To'g'risi menda ikkita pachka 20 ming. Oling-da, qarzingizdan qutuling. Keyin buni sovuqlarda, qurilishlarda ishlar, qorovulchilik qilib yurmasdan uyda keliningizga mashina olganman. Haydamay va bekor turibdi. Shuni olib taksilik qilib o'ylab boqing. Yo'q, qo'shni, buni ola olmayman. Qanday qaytaraman buni? Oyiga $100 topalasizmi? Ha, $100 topaman. Bo'ldi, $100 topib o'sha qarzingizni qutulaverasiz. Siz niyat qilsangiz bo'ldi, Alloh yo'lingizni ochaveradi. Yigit kishini moli ko'chada. Hammasi yaxshi bo'ladi. Buni o'ylamang. Siz muammolarningizni hal qilavering. Sog' bo'ling, qo'shni, ko'rishamiz.